Воздушный avtomat, ya'ni havoli avtomat qayerlarda foydalanadi? Ushbu ko'rib turgan havoli avtomatingiz Chint kompaniyasining N1 avtomati bo'ladi. Bu qayerlarda foydalanadi? Bu asosan transformator podstansiyalarida foydalanadi. 1000 kilovatdan baland bo'lgan transformatorlarda ko'proq foydalanadi. Nimaga? Chunki o'ta qisqa tutashuv toklari juda baland bo'lganligi uchun oddiy avtomatlar buni qila olmaydi. Bu avtomatlarda esa qisqa tutashuv toklari 126 ming ampergacha bor. 1000 kilovatdan baland bo'lgan transformatorlardan foydalanish boshlanadi. Nimaga? Bu oddiy avtomatlardan farqliroq, bu katta qisqa tutashuv toklarini ko'tarishi mumkin va uni o'chirib yoqish imkoniyatlari bo'ladi masofadan va ruchnoy holatda. Katta transformatorlarda uni ham видимый разрыв deydi, ko'rinishi kerak bo'lgan razrivlar kerak bo'ladi. Oddiy rubinlik buni qila olmaydi. Ushbu avtomatlarda esa bu funksiyasi bor va uni boshqaruv tizimlariga ulash imkoniyatlari bor. Oddiy avtomatlar esa buni qila olmaydi. Ushbu avtomat haqida to'liqroq ma'lumot sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring va biz yaqin kunlarda to'liq video olishga harakat qilamiz.